So'rang. Isming nima? Pedro. Forvia. Dominigo. Necha yoshga kirding? 11 ga. 9 ga. 7 ga. 8 ga. Cho'ng bo'lsang nima ish qilasan? O't o'chirish xodimi. Futbol chalpini. Bolqi pishirg'uchi. Soqchi amaldori. Pisa ustasi. Nima ishqa? Chunki Men orzuyimdagi uyimni yozsamkan deyman. Chunki men oranjurunga amroq. men odamlarni qutqizsamkan deyman. Men pisaga amroq. Bu yoq bo'lsa Martina. Martinaning qayerni yaxshi ko'rding? Uning ko'zini yaxshi ko'rdim. Uning oyoqi bilan qo'lini, Uning ko'zi bilan chechini yoqtirdim. Qasam qilmanki faqatla chechini. Hamma yerni. bek chiroyli ekansiz. Yaqin do'stingiz bo'g'im bor. Endi uni silab qo'ysang bo'ladi. Endi onunğa qiziqchilik qilib. Endi uni ur. Qiz balani urish shuncha ta'sir etdi. Onun kaçtı ur. Bola? Yo'q. 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 Qizlarni urmayman. Yo'q. 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 Nemish qurmaysan? Chunki u degan qiz bola, shuni ursam bo'lmaydi. Chunki qizlarni urishga bo'lmaydi. Uning ko'nglini og'ritqim yo'q. Tangrim boshqalarni urishimizni yoqtirmaydi. U ham chiroyli ekan, ham go'dakkan. Shunga uni ursam bo'lmaydi. Chunki men zo'ravonlikqa qarshi. Cho'nglarning go'dak qizlarni urishga bo'lmaydi, qo'pol tegishga bo'lmaydi deydigan gapi bor-ku. Go'dak qizlarni urish xato. Uni qo'pol tegsam bo'lmaydi. Chunki biz degan haqiqiy erkak. Bolalarning nazarida qizlarga zo'ravonlik ishlatish xato ish.